Qo'qon Go'ritda bahor kafesidamiz, taomlarini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ishtahani ochib olamiz. Tashqi ham qalampir. Tugadi. Bahor kafeda bemalol oilaviy do'stlar davrasida kelib o'tirgan joylari bor. To'shonkani mazasiga gap yo'q. Go'shtlari ham o'zimizning местный go'sht ekan. Sariyog'ga pishgan jo'jalarini yeymiz. Bahor kafesiga bemalol ayollar ham kelib, gap tug'ilgan kunlar o'tkazsa bo'laveradi. Ichkarida detskiy plashatkalari ham bor ekan. Tuzlangan qalampir. Jo'jalari ham mazali ekan. Pishlarini limon cho'ynaveramiz. Ishtahani ochadi bu. Kivashevni salatlari ham bor ekan. Firmenniy bahor salatlarini yeb ko'ramiz. Salatda ham go'sht tugamas ekan, yuras ichidan chiqavergan. Buni tarelgani anaqasini desam, bezak ekan, yeyish kerak ekan, endi qilib. Qo'qon bahor kafesi Go'ritda barchalaringni kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat.